Assalomu alaykum rezidentlarim. Xo'p. Bugun sun'iy urug'lantiraman. Menga mana shunaqa dori keldi. Falimak degani. Bu gormon, kuykini keltiradigan gormon hisoblanadi. Bundan misol uchun yaxshisi yo'q. Endi quyonga. Xo'p, men bitta ozginasini oldim mana. Уже olib qo'ydim. Tak, buni sroki. Srok mana 6.26. Ma'mulaniki уже tak. Mana 10.26. Hop, ko'rdinglar? Mana shu gormonni endi ozgina olib keldim probaga. Bu o'zimga olgan narsam, lekin sotuvga ham bor bu narsa. Sotuvda hozir aytaman. Sotuvda men buni 300 mingdan olib keldim donasini. Bu juda qimmat narsa. Bizda Toshkentda yo'q. Toshkentga yo'q, lekin menga bu kerak. Bu hozir 300 ming deganim bilan buni nima desam bo'ladi? Bu o'zimni ustiga qo'ygan narxim bilan. Конечно, men 300 mingdan olmadim, lekin bu men sotayotgan narxim 300 ming so'm. Xo'p. Nima bu? Bu gormon kuykini keltiradi. Agar quyoninglar kuyki kelmay, dumini ko'tarmasa, boshqa qilmasa, o'sha qini qizarmasa, mana shu narsani ishlatish mumkin. Boshqa gormon menda ishlamadi praktikamda. Mana 7 yildan beri qizaryapti, kuyki kelyapti, lekin o'zim sun'iy qochiryapman, lekin natija yo'q, quyon ushamayapti. Mana shunaqa narsalar bo'lgan. Bundan mana shundan men nima natija oldim. Boshqa gormonlar bu quyonga cho'tta bilmayman nimaga ishlamadi. Misol uchun mollarniki ishlatib ko'rdim. Qo'ylarnikini ishlatib ko'rdim. Menga quyonga to'g'ri kelmadi. Faqat mana shu narsa quyonchiligiga to'g'ri keldi. Anaqada ham quyonchilikda katta fermada mana shu narsani ishlatishyapti. Nalichida bor, xohlaganlar olsin. Misol uchun kimlar ko'pchilik flanderlarni qochira olmaydi, kattani qiyinroq qochish bo'lgan quyonlarni, zotlarni, parodalarni o'shalarni qochirish uchun olib keldim. Nalichida bor, xohlaganlar olinglar. Hop, prezidentlarim, tayinlab oldik. Tak, 10 ta. Tak, 100 ta quyonga, ona quyonga tayinlab oldik. O'ylanyapman-da, hozir men 100 tasini 100 ta 200 ta ona quyonimda bittada bir kunda qochiraymikan, 100 ta bir kuni, 100 ta ikkinchi kuni qochiraymikan deb o'ylantiryapti meni. Men kuchim yetarmikin ertaga ularni bolalarini qo'yishga joyim yetarmikin, bir oyda narigi tomonni qilishga ulgurarmikin degan savol tug'ilyapti-da o'zimga o'zim. Xo'p. Mana shunaqa bolachalarni borini ham qo'yishim kerak, lekin 27-chislo bo'lsa, yo'q, bu 27da tug'magan. Bu yaqinda bir 10 kunlik bo'ldi. Bunga tegmayman. Xo'p, hammasiga urib chiqib ishimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Xo'p. Sun'iy videoimdan keyin ko'pchilik so'rayapti, xizmat qilasizlarmi? Sun'iy qochirishlar xizmatlar bormi degan savol bor edi. Endi men bu savolga bemalol javob berishim mumkin. Sun'iy qochirish xizmatim bor, lekin eng kami 100 ta ona quyon bo'lish kerak. Bu kimga taalluqli? Bu fermaga
100 ta ona quyon qilgan fermaga taalluqli gap bu. Maydalarga men 2 ta quyonimni qochirib bering, 3 ta quyonimni qochirib bering, iltimos bunaqa qilib bezovta qilmanglar. Chunki men bilaman, hozir boshlanadi. Bitta flanderni qochira olmayapman, bitta burgundimni qochira olmayapman, bitta yana bir narsamni qochira olmayapman, lekin qimmat quyon iltimos qochib bering degan savollar bor. Bu kibrga kirmaydi, meni vaqtim yo'q. Ketkizishga bitta quyonga u yoqqa bor, bu yoqqa bor, uni qil, buni qil, meni kunim o'tadi. Bittaga ham kunim o'tadi, 100 taga ham kunim o'tadi. O'shanga menga ne выгодно. O'zimni o'ylagan holda, o'zim nervlarimni, o'zim mehnatimni qadrlagan holda men sizlarga aytaman. 100 tadan kamini men qochirib bermayman. Даже 50 ta bo'lsa ham men qochirib bermayman. Chunki meni vaqtim yo'q. Arzimaydi, ketkizgan vaqtimni boshqa narsaga sarflaganim afzal. Iltimos sizlarga bu katta bo'lib ketibdi, ana nima deydi, kibrlanib ketibdi, o'zidan ketyapti degan gaplar qilmanglar. Prosta meni o'rnimda bo'lganinglarda sizlar ham xuddi shunaqa yo'l tutgan bo'lardinglar deb o'ylayapman. Quyonni qochirish jarayonini bittaga ham urug' tayinlash, 100 taga ham tayinlash bir xilda. Ketkizgan vaqtingizni, o'sha bitta ketkizgan vaqtingiz arzimaydi. Undan ko'ra sotib olinglar, o'zingizlar tabiiy qochiringlar. Shu bitta variant beradigan variantim shu. Tomlarim yaltirab turishini ko'ryapsizlarmi? Men maqtamasam o'zim hech kim maqtamaydi. Va shu o'zim bilan faxrlanib oldim, lekin gap yo'q, senga gap yo'q, Leyla. Senga gap yo'q. O'zimas. Qaranglar. Tog'misan, tog' ag'darildi. Mana. Bir o'zim maqtab qo'ydim-de, prezidentlarim. Xo'p. Pishib ketdim. Tak, 120 ta ona quyon ekan bu seximda, bitta seximda qochirilish kerak bo'lgan ekan. 120 tasini hozir urib qo'ydik, ukolini, gormonni. Kutamiz ertaga inninga, xudo xolasa, obeddan keyin bitta hammasi sexni qochirib yubora qolamiz. Rosa o'yladim, bittada hammasini qochiraymikan, qochirmaymikan, balkim bir hafta qilaymikan orasini deb o'yladim. Chunki joy muammo, mingta sex qurilgani bilan hali ichiga kletkalari oxirgacha qilib bo'lganimiz yo'q. Muammoni ustiga muammo tug'ilaverdi. Tepa kletkalarim ham, podvol kletkalarim hammasida quyon bor. So'yiladigan, sotiladigan, xullas bor. Yetilayotganlar bor. Xo'p, baribir endi orasini bir hafta qilganim bilan baribir men uni nima deydi, bir haftada bu katta bo'lib bu yoqqa chiqarib olmayman. Kamida 3 oy boqishim kerak ularni. O'shanga hozir kuchim yetguncha menimcha buni qilaman bugun. 120 ni qilib olaman. Inariyoda adashmasam 80 ta quyonim bor. O'sha 80 tani ham qilib olaman. Yo 70 tamikan o'tdi. Xullas borini, yoshlarni ham kuyiktirib qo'yaman. Bugun inninga buni o'sha yoshlarni qochirib bo'lsam ham katta gap, chunki 100 tani ham bir kunda o'zi emas. En ko'pi 100 ta, bal yo'q, unaqa qilmaymiz. Undan ko'ra ertaga bir kunda o'sha 100 ta qilganimiz yaxshi. Nima qilaman, men o'zimni qiynabdi. 3 kunda qochirib bo'lamiz. 3 ta seximni 3 kunda qochirib bo'la qolaylik. Bo'ldi. Men shu anaqaga keldim. Hozir ertaga bar urug'i sovushi bor, boshqasi bor. Urug'i ham anaqa nima deydi, o'zini temperaturasi bor-da. İchidan urug' o'lmaydigan temperaturasi bor. O'shandan ko'ra bitta sex bir kunda. O'shanda sametlarim ham damob ishlar ekan. Точно, men shu xulosaga keldim hozir. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Xudo xolasa endi
qochirish jarayonini ko'rsataman.